Xiaomi g'alabasi va Apple'ning tanazzulga uchrashi. Xitoy kompaniyasi 10 yil ichida birinchi marta Xitoyning smartfon bozorida birinchi o'rinni egalladi. Kupertinoliklar esa 5-o'ringa tushib ketdi. Assalomu alaykum, sizlar bilan Ustage. Canlines kompaniyasining 2025-yilning birinchi choragidagi ma'lumotlariga ko'ra, 10 yil ichida birinchi marta Xiaomi Xitoy bozorida birinchi o'rinni egalladi. Texnologiya giganti 13,3 million dona smartfon yetkazib berdi va bozor ulushining 19%ni egalladi. Canlines kompaniyasining aytishicha, kompaniya smartfon biznesi va taqiladigan qurilmalar, shaxsiy kompyuterlar va hatto elektr transport vositalarini o'z ichiga olgan kengroq ekotizimdan foyda ko'rgan. Onlayn va offlayn kanallar uchun yagona narx strategiyasi kompaniyaga davlat subsidiyalaridan samaraliroq foydalanishga yordam berdi. Huawei 13 million dona yetkazib berdi. Bozor ulushining 18%ni tashkil etdi va 2 raqamli o'sishni saqlab qoldi. Kompaniyaning ishlashi Mate X T va Hura X kabi buklanadigan telefonlarga doimiy investitsiyalar, shuningdek Harmony OS Next mahsulotlarining ortib borishi bilan qo'llab-quvvatlandi. 2025-yilning oxiriga kelib, Xitoyda smartfonlarning umumiy bazasida mahalliy operatsion tizimning ulushi 3% ni tashkil etishi kutilmoqda. Kompyuter uchun Harmony OSning yakuniy versiyasi may bayramlaridan so'ng darhol chiqariladi. Oppo kompaniyasi 10,600,000 dona smartfon yetkazgan bo'lsa, Vivo kompaniyasi 10,400,000 dona yetkazib berildi. Har birining bozor ulushi 15% ni tashkil etdi. Biroq faqat Vivo yiliga yuk tashish hajmining biroz o'sishini kuzatdi. Oppo savdosi 3% ga kamaygan. Apple yetakchilar ro'yxatida 5-o'ringa tushib ketdi. Cupertino giganti 9,200,000 dona iPhone yetkazib berdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 8% ga kam. Shu bilan ushbu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va videoni do'stlaringizga ham ulashing. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.